Söz yok. Aşarga pişerge yarattan mı neymi? Ne bittige apetit çıkandagına. Akın sayın kında 2-3 tapkır aşarga pişere başlasan bilmeyeyim men tuz almasın. Sen ko'p ittirib pishirib ta qoldirmaysingdir. Mana hozir haligi minutlarda o'tirib osharlik. Tırılışa bulansı. Bu tege ingredientlarni solganda ortiqroq ketsami? Eye. Ya kirisinçe azırak olsa. İrat aşarga hazırlagandan so'ng xotin qiz birer otna ish yig'ishtiradilar, durust bo'lsa do'stlar. Sizdan nechikdir yigitlar, bizning radio tinglovchilarimiz qo'shilib SMS-larini yo'llaylar. Mana yigitlar baliq qizdiralar, kimlardir osh pishira, men butqa ertan yaratam deb yozam buni yigitlar. Mana xotin qizlardan kelgan xabarlar bulayroq. Xayrli ertangi şeyler, eng ideal rizq ertan ul butqa. Menim erim de 2 bolam da ertan butqa oshab ishga boralar, bolalar bog'chasına boralar. Mana bugün meselen buday butqasi pishirdim deb yozsa, men Zaladan Gulshot ismli radio tinglovchimiz. Ertan Gerkules butqasini bekor atamiz degan bobayga 90 yaş osh ertan ertuk soat 5 da deb yozalar. İpilep soğanlap eybetlebeyme. Kim nishik bitindi? Hem menda ko'pchilik yumurqa oshimiz deylar. Hem do'stlar internet ma'lumotlarini tayansak, eng ideal rizq ul ertan oshalgan yumurqa deylar. Ninde nişik pişken? Irimshik, munda nishik pishgani yozilmagan. Irimshik hem albatta endi jilak jemish yashilcha bo'lirga tegish deylar ratsionda. Qora kun so'ng kelesinde yumurqa oşisinde şunu erimsik bilen tuturup koyasın. Sen shuni Bilip birisin ekansin.